Nechta ishga kelasan va nima ish qilyapsan? Nima uchun oylik olyapsan? Mirzayev ishdan olinsin bugunda o'zida. O'zbekiston poytaxtini kimga ishonib qo'yganman prezident bo'lib? 3 smenali xizmat rejimiga o'tadi. Hamda 70% soat 17 dan tungi 3 gacha patrullik qiladi. Yangi tizim joriy qilamiz. 55 nafar shaxs qamoqqa olindi. Haqli savol tug'iladi. Ushbu idoralarda yillar davomida korrupsiya avji olgan bo'lsa, ularga xavfsizlikdan qo'yilgan vakillar qayerga qaragan? Assalomu alaykum. Siz bilan Politika.uz. Bugun prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash boshqarmasiga tashrif buyurdi. Shundan so'ng davlat va jamiyat xavfsizligiga bevosita tahdid solayotgan yo'nalishlar, uyushgan jinoyatchilik, narko jinoyatlar, kiber jinoyatchilik va yashirin iqtisodiyot bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilish tanqidiy ruhda boshlandi. Prezident 4 ta asosiy tahdid, uyushgan jinoyatchilik, giyohvandlik, kiber jinoyatlar va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashishda butun jamiyat bir bo'lib harakat qilish zarurligini alohida ta'kidladi. Butun jamiyatimiz bilan mana shu 4 ta yo'nalish bo'yicha kurash qilishimiz kerak. Xalqimiz ham bilish kerakki, bu hammamizning burchimiz. Bir so'z bilan aytganda, poytaxtda iqtisodiy rivojlanish intensivlik darajasi sezilarli oshdi. Ularni nima uchun aytyapman? Chunki qayerda hayot sifati yaxshilansa, daromad ko'paysa, o'sha yerda yengil pul topish harakatida bo'lgan jinoiy tuzilmalar ham faollashadi. Jinoyatning yangi usul va vositalari ham eng avvalo shu yerda paydo bo'ladi. Lekin huquq-tartibot tizimi poytaxtdagi yangiliklarga mos ishlayaptimi degan savolga afsuski javob yo'q. Shahar prokurori O'rmonov, Ichki ishlar Sultonxo'jayev, departament Kenjayev, xavfsizlik Berlibayev, Gvardiya Ortiqov, sud Ismoilov, adliya Nazarov, boshqona Saidov, soliq rahbari Nasimjonov haligacha eski qolipdan chiqib keta olmayapti. Aslida esa poytaxt huquq-tartibot idoralari respublikaga namuna bo'lishlari kerak emasmi? Albatta kerak. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i Ravshan Sultonxo'jayev va shahar prokurori vazifasini bajaruvchi Anvar O'rmonovga hayfsan e'lon qilindi. Tumanlarning yangi ichki ishlar boshliqlari tashabbus qilib, hududida jinoyatchilikni jilovlash bo'yicha keskin o'zgarish qilishi zarur. Jinoyatlarni fosh qilish va oldini olish o'rniga Sultonxo'jayev bilan O'rmonov faqat mikroavtobuslarda shahar aylanishini juda o'rganib oldi. Umuman Sultonxo'jayev, O'rmonov 12 ta tuman hokimi, ichki ishlar boshlig'i va prokurorlari mahalla yettiligi va jamoatchilik bilan hamjihat ishlaganda edi, 7,5 mingta jinoyatni oldini olsa bemalol bo'lardi. Ming afsus bu narsalar yo'q. Endi sizlarni nazorat qilayotgan tizim qilaman. Nechta ishga kelasan va nima ish qilyapsan? Nima uchun oylik olyapsan? O'zbekiston poytaxtini kimga ishonib qo'yganman prezident bo'lib? Toshpo'latov, Valiyev, ikkoving Sultonxo'jayev bilan O'rmonovga bugun qaror bilan hayfsan berasan 6 oy surok. Har oyda menga tizim bilan chora ko'rmasan, sinov yakuni bilan xulosani o'zim qilaman. Toshkentda bunday sharoitga qo'yishga hech kimning haqqi yo'q. Jamoat xavfsizligi va huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati boshlig'i podpolkovnik Xotam Qodirov egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Toshkent shahrida xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha poytaxt namunasi joriy etilishi belgilandi. 4 ta yo'nalish bo'yicha mutlaqo yangi tizim bo'ladi. Buni birinchi navbatda Toshkent shahridan boshlaymiz. Toshkent shahrida xavfsiz muhitni yaratish bo'yicha poytaxt namunasi joriy etiladi. Har bir vazir bittadan tumanga biriktiriladi. Ular mahallada yurib kriminogen vaziyatni o'rganadi, tuman mas'ullarini ishlatib, aholining muammolarini yechishga javobgar bo'ladi. Jilovlasa bo'ladi agar adolatli tizim qilsak. Bo'ladi, men ishonaman. Xalqimiz qo'llab-quvvatlaydi bizni. Yangi yondashuvga ko'ra, patrul xizmati hodisa joyiga 5 daqiqa ichida yetib kelishi lozim bo'ladi. Patrul post, yo'l patrul, qo'riqlash va profilaktika xizmatlari tunu kun 3 smenali xizmat rejimiga o'tadi. Hamda 70% soat 17 dan tungi 3 gacha patrullik qiladi. Yangi tizim joriy qilamiz. Tuman ichki ishlar jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosar tungi xizmatga mas'ul bo'ladi va barcha kuchlarni muvofiqlashtiradi. Tumandagi 5 ta ichki ishlar bo'limi boshliq o'rinbosarlari tungi xizmatni bevosita mahallada tashkil qilishga o'tadi. Ular tungi vaqtda o'z boshliqlariga berilgan barcha vakolatga ega bo'ladi. Mustaqil qaror qabul qiladi va mas'uliyatni ham to'liq zimmasiga oladi. Bundan buyon tuman ichki ishlarning jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari va 5 ta ichki ishlar bo'limi boshliq o'rinbosarlari boshqa ishlarga umuman jalb qilinmaydi. Ularning faoliyati faqat vazirning buyrug'i bilan tartibga solinadi.
Ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlariga tungi xizmatining har soatiga bazaviy hisoblashning 5% miqdorda kompensatsiya to'lanadi. Ichki ishlar organlari xodimlari esa o'z sohasi yoki hududidan qat'iy nazar fuqarolarning murojaatini qabul qilishi shart bo'ladi. Ko'chada forma kiygan xodimga qilingan murojaat 102 raqamiga qo'ng'iroq qilish bilan teng hisoblanadi. Shuningdek, jamoat tartibini ta'minlashda dronlar orqali patrullik kuzatuvlari yo'lga qo'yilishi ko'zda tutilgan. Toshkent shahrida kiber jinoyatlar soni 16 mingdan oshgani, yetkazilgan moddiy zarar esa qariyb 2 trillion so'mni tashkil etgani qayd etildi. Eng tashvishli jihati, ushbu jinoyatlarni fosh etish darajasi 8% ga ham yetmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 yil avval Ichki ishlar vazirligi tizimida tashkil etilgan kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi faoliyatini keskin tanqid qildi. Jinoyatchilar bank tizimidagi bo'shliqdan, aholini ishonuvchanligidan va texnologik bilimi yetishmasligidan foydalanyapti. Lekin quruqlash tizimi nima taklif beryapsiz odamlarimizga? Ey odamlar, ehtiyot bo'linglar, ko'zlaringni ochinglar deb har kuni ijtimoiy tarmoqlarga, televideniya, gazetalarga nima taklif beryapsiz? Ichki ishlar va prokuraturaga bu yo'nalishda barcha masalani hal qilib berganman. Qani natija? Ishmetov bank va to'lov tashkilotlariga himoya tizimlarini joriy qilish qachon yakunlaydi? Qani natija? Qachon jinoyatchilikni bank tizimida jilovlaysan? Taklif berishing kerak. Mana banklarda ahvol mushkullashib ketyapti degan taklif yo'q menda. Yaqinda prezident administratsiyasi va davlat idoralarida compliance hamda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimi yo'lga qo'yilgan. Qisqa muddatda byudjetga tushum talon-taroj, moliyaviy kamchiliklar bo'yicha 53 trillion so'm va tashqi savdo operatsiyalarida 8 milliard dollardan ortiq qarzdorlik aniqlandi. Bu o'ta ayanchli hol yangi O'zbekiston uchun. Korrupsiyaviy sxemalar bo'yicha 4.2 trillion so'm zarar aniqlanib, 1.3 trillion so'mi o'ndirildi. 55 nafar shaxs qamoqqa olindi. Mana bitta misol. Ichki ishlar vazirligi tizimida davlat xaridlarida 186 milliard so'm byudjet mablag'lari o'zlashtirilgani aniqlanib, vazir o'rinbosari Abdullayev va departament boshlig'i Tursunovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Umuman davlat idoralari va korxonalarida xavfsizlikdan qo'yilgan vakillar faoliyatini ham tanqidiy qayta ko'rib chiqish vaqti keldi. Tez kunlarda bu borada qaror qabul qilamiz. Hozirda O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati va davlat aktivlarini boshqarish agentligida keng ko'lamli taftish ishlari olib borilmoqda. Tekshiruvlar davomida milliard so'mlik talon-tarojliklar aniqlangan. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mansabdor shaxslar bozor qiymati kamida 250 milliard so'mlik yer uchastkalarini yopiq auksionga chiqarib, 120 milliard so'mga sotib yuborgan. Shu bois kecha Ortiqov ishdan olindi. Haqli savol tug'iladi. Ushbu idoralarda yillar davomida korrupsiya avji olgan bo'lsa, ularga xavfsizlikdan qo'yilgan vakillar qayerga qaragan? Qurbonovga bir hafta muddat Neftgaz va davlat aktivlarini boshqarish agentligidagi xodimlarning mas'uliyatini ko'rib chiqsin. Compliance xizmati Yo'ldashev, Qurbonov davlat aktivlari agentligi mansabdorlariga qo'zg'atilgan jinoiy ishi tergov guruhiga xavfsizlik xizmatining iqtisodiy masalalarga mas'ul tuzilmalaridan ham mutaxassislar jalb qilib, juda qattiq chora ko'rasizlar. Bu xalqning mulki, agar xiyonat qilgan bo'lsa, qonun ustuvor jazo muqarrarligini hamma eshitish kerak. Soliq qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev mas'uliyatsizligi uchun lavozimidan ozod etildi. Soliq ma'murchiligi nazorati samara bermagani oqibatida inspeksiyada 805 ta korxonani soliq tushumida o'zgarish bo'lmagan. Bu yo'nalishga javobgar bo'lgan 7 yildan beri ishlab kelayotgan birinchi o'rinbosar Mirzayev Mubin shuncha payt qayerga qaragan? Mirzayev ishdan olinsin bugunda o'zida. Pulatovga topshiriq bugunda o'zida Nasimjanov va Mullajanovning arizasini olib, Yo'ldashev, Valiyev ularning faoliyatini chuqur o'rganib, qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha menga shaxsan axborot berasizlar. Shayxontohur tumani soliq inspeksiyasi tomonidan Chorsuv bozorida to'lov intizomi joyiga qo'yilmagani va Malika savdo kompleksida ahvol bundan-da og'ir ham ekani qayd etildi. Mana soliqning kattakonlari nima bilan shug'ullanish kerak? To'g'ridan to'g'ri soliq tushmasa biz byudjetni qayerda olamiz? Oylikni qayerda olamiz? Pensiyani qayerda olamiz? Odamlarni qanday rozi qilamiz? O'tgan hafta Mirzo Ulug'bek tumani soliq boshlig'i Usmonov ishdan bo'shatib, jinoiy ishi qo'zg'atilgan. Yoki 6 yildan beri lavozimda o'tirgan Shayxontohur soliq boshlig'i Mullajonov Chorsu bozorida to'lov intizomini joyiga qo'ymadi. Tumanda Malika savdo markazida esa ahvol bundan ham achinarli.
5 yildan beri shahar soliq boshlig'i bo'lib ishlayotgan Nasimjonov tushumlarini ko'paytirish bo'yicha o'zgarish qilgani yo'q. Qo'shilgan qiymat solig'idan sun'iy ortiqcha to'lov hosil qilish orqali byudjetdan noqonuniy qoplash holatlari juda ko'paygan. O'tgan yili bu soliqni noqonuniy qaytarish bo'yicha 20 nafar soliq xodimiga jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Zarar 300 milliard so'm. Bu rahbar bor joyda shunday bo'lyapti. Bu qancha nafaqa, qancha oylik bu? Malikada 1,5 mingga yaqin tadbirkor faoliyat yuritsa-da, faqat 4 dan biri rasmiy ro'yxatdan o'tgan. Tadbirkorlarning 25% oyiga 1 million so'mdan ham soliq to'lamaydi. Dekabr oyida plastik kartalar orqali 600 milliard so'mlik savdo tushumi yashirilgan. Inspektorlar ertalab soat 7 da, kechqurun 10 da majlislarga majbur qilinmoqda. Poytaxtdagi 585 ta mahallada 1282 ta profilaktika inspektori bor. Ular huquqbuzarlik bilan ishlash o'rniga aliment o'ndirish, armiyaga yuborish va boshqa jamoat ishlariga ham jalb qilinadi. Oqibatda ularni mahalladan topib bo'lmaydi. Bir necha mahallaga o'zim odam yubordim. Ko'pi ish joyida yo'q yoki boshqa ish bilan shug'ullanyapti. Profilaktika inspektorlarini tergovchi yoki sudning topshirig'ini bajarib yurgan poytaxt ichki ishlar boshlig'ining profilaktikaga mas'ul o'rinbosari Ikrom Tillayevni qiynamaydimi? Mas'ul idoralar uyushgan jinoyatchilik, narkojinoyatlar, kiberjinoyatchilik va yashirin iqtisodiyot bo'yicha jilovni qo'lga olib, xodimlarning dunyoqarashini o'zgartirishi zarur. Oldinda bu qarorlar qanday ijro etilishi, tizimda qanday o'zgarishlar bo'lishi va mas'ullar qanday xulosa chiqarishi eng muhim savol bo'lib qolmoqda. Shu va boshqa dolzarb siyosiy jarayonlar bo'yicha eng muhim va ishonchli tahlillarni biz bilan birga kuzatib boring. Politikus bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.